Hammaga birdin yaqqan dvoykalarni obzor qilishda davom qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz. Sizlar uchun yana yangilikni zo'rini taxlashtirib qo'yganmiz. Bilasizlar, havolalaringiz bor. 6-kun bozor kuni, ya'ni 2 kun qo'yib berdik biza bahoni 250 ming so'mdan. Ko'pchilikning xabari bor, bilmaganlar uchun eslatma. Xo'p, endi hozir ham vizov pod tutdi, telefon urib turibdilar, dostavka bo'yicha. Shuning uchun men sizlarga qolgan razmerlarni bir qator tushuntirib o'tajakman. Xo'p, qaranglar. Seri, ochiq seri rasvetka. Ne deydi ag'alar? Ketami? Kачествоsi zo'ri. Xudo xolasa, yaxshi narsalarimizdan biri bo'ladi. Trikosi bo'ladi ag'alar bu narsani. Qaranglar, shuni темный синий rasvetkada bo'ladi. Kачествоsi вообще gap bo'lishi mumkin emas. Shuni o'zini, ya'ni mida chiziqlari bilan темный синий rasvetkasida ishlangan varianti bo'lib turaveradi. Xo'p, ichine keladigan bo'lsak, ag'alar, ichi 70% paxtadan iborat bo'ladi mahsulotimiz. Buni bizada 50-razmer, 52-razmer va 54-razmerlaridan sotuvda mavjud. Xo'p, yonboshda o'zini zamoqlarinacha brendовый samoladi adlari tashalangan rasvetkasi bo'ladi. Yubka hibi yozda hazat kiyib yuraverasizlar. Hozir to'g'ri, salbita yubqalik atadi. Hozir ichingizga bir dona oq futbolka, bo'lmasa temir rasvet futbolkani tashab berasizdan troyka qilib ham giysangiz bo'laveradi. Xo'p, navbatdagi sveta keladigan bo'lsak, ag'alar, bu stone rangi deb aytiladi. Bizning o'zlarimizni o'zbekchaga uradigan bo'lsak, choko rasvetkasi. Eng trendoviy ranglarimizdan biri bo'lib turaveradi. Xo'p, temный svet bilan kombinirованный qilib ishlangan rasvetkasi. Ya'ni bu degani yosh bolami, o'rta yosh katta og'alarimizdan hammaga birdin to'g'ri keladigan variantlaridan biri. Brend Tommy Hilfigerdan. Ag'alar, trikosi bo'ladi qora. Ne deydi? Ketami? Dostavka xizmatlarimizga keladigan bo'lsak, ag'alar, 12 viloyatdan bor dostavkamiz. To'lov masalasini keladigan bo'lsak, sizlarga kartonomer tashab beramiz. Oldindan to'lov qilasiz, ana keyin pochta orqali chiqarib beramiz. Ya'ni xohlasangiz bites pochta orqali, xohlasangiz agar Xorazmdan ko'rib turgan bo'lsangiz, yo'l marshrutlar bilan yo'lsa Yandex taksi orqali ham chiqarib beraveramiz. Agar viloyatdan ko'rib turgan bo'lsangiz, menga tezroq yetirishning imkoni yo'qmi desangizlar, bu narsani sizlar uchun og'alar yo'lini topib qo'yganmiz. Ya'ni vodiy taraf bo'ladigan bo'lsa agar o'zlarimizni yo'l mashinada chiqarib beraveramiz. Ya'ni Toshkentda bor, bizadan beri Buxoro bor. Xullas, bir telefon ursangiz, aynan siz qaysi viloyatdan ko'rib tursiz, bir telefon ursangiz, xudo xolasa, ishingizni osonlashtirib, ya'ni yengillashtirib beramiz. Bahosini qo'ydik sizlar uchun 250 dan bir qator aytib o'taman. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, ag'alar 52 va 54 razmerlaridan qolgan faqat 2 dona. Xo'p, keyin bu narsani men gizlab qo'yganim sababi bu ag'alar. Katta ko'pchilikga, ya'ni shov-shuv bo'lib ketgan ranglaridan biri. Oq, seri, keyin bu tarafda темный синий. Ne deydi ag'alar? Ketami? Xo'p, bu narsani ham sizlar uchun 250 ming so'mdan qo'yib berjakman. Ya'ni bu oq yuzli odamdan ham, qora parangroq odamdan ham, ya'ni bug'doy mayiz bo'ladigan bo'lsa sizning yuzingiz zo'r tushadi. Ya'ni hammaga birdin yoqadigan modellarimizdan biri. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak, 50-razmer va 54-razmerlaridan qolgan. Shuning uchun skidkamizni yana 2 kunga cho'zakmiz. Aynan shu dvoykamiz uchun bo'ladi. Xo'p, keyin bu dvoyka qaranglar g'ala. Men bu narsani to'g'risam bu daraja ushadi deb o'ylamadim. Lekin dim sevib oldilar og'alarimiz. Ya'ni Bordo Svetni любимчик klientlari dim ko'p ekan bizning O'zbekistonimizda. Aynan dostavka ham katta ko'pchiligimiz so'radi bu Bordo Svetni. Xo'p, 50-razmeridan bir donasi qoldi. Razmeringiz to'g'ri kelsa, ag'a, o'ylanib o'tirmang. Foydalanib qoladigan joyi. Bahosini qo'ydik 250 ming so'mdan. Xo'p, keyin qaranglar, bu tarafda mentolni-ku so'llab o'tirishim shart emas. Bu narsani ham o'zini yarasha любимчик klientlari обязательно topiladi. Temный синий bilan kombinirованный qilib ishlangan rasvetkasi bo'ladi. Bu narsani bag'a qo'ydik siz uchun 250 ming so'mdan. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, 50-razmer va bordo svetimizdan ham 50-razmerlari qolgan. Kelsangiz, agar sizning razmeringiz to'g'ri keladigan bo'lsa, jackpot foydalanib qoladigan yeri. Hammangizni magazinimizda kutib qolamiz. Adresimizga keladigan bo'lsak, ag'alar, adresimiz Urganch Rasindir bozorining ichida joylashgan bo'ladi.
3-chi qator 136-magazinda hammalaringizni kutib qolamiz. Yangiliklarimiz kelishda davom etib turibdi. O'zingiz bir qator ko'ring, materialini ko'ring, sifatini, kачествосini qo'lingiz bilan ushlang, ana yaksa xarid qilasiz. Hammangizni magazinimizda kutib qolamiz. Videomiz sizlarga foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir like bilan kommentariy o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Bu videomizni ko'p emas, yaqin aynan shuning dvokani arzonroq rasvetkasini qidirib yurgan, o'zi yaxshi bo'lsin, arzonroq bo'lsin deb ko'pchilik aytadi, bu narsani bilaman. Arzonroqini qidirib yurganlarga yuborib qo'yamiz. Agar obuna bo'lmay qo'ygan bo'lsangiz ham obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Bundan ham zo'r yangiliklar hali oldinda. Kutib qolamiz, kelaverasizlar.